Hammaga salom, sizlar bilanman Abdulaziz va bugungi videomizda Minecraft o'yinida vyjivaniya qilamiz. Qani bo'lmasam ketdim. Do'stlar, mana spawn bo'ldik. Endi vyjivaniyani boshlaymiz. Daraxt chopamiz. Hop. Daraxt chopamiz. Do'stlar, obuna va like esdan chiqmasin. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, daraxt chopamiz. Xo'sh, bo'ldi do'stlar. Endi buni taxtaga aylantiramiz. Kestak. Shup. Hop. Bo'ldi. Kestakni o'zimiz bilan olamiz. Bo'ldi. Endi tosh kerak bizga. Tosh qaziymiz hozir. Mana tosh. Hop, kavlab olamiz. Undan keyin esa ko'mir topib, xullas kuchayib ketamiz do'stlar. Do'stlar, anchadan beri YouTube kanalimda Minecraft video chiqmayotgan edi. Mana endi chiqaramiz. Xo'sh. Voy, temir. Omad qaranglar do'stlar. Temirlarni kavlab olamiz. Voy, bu yerda hali ko'p ekan temir. Birdaniga uch temir yotib ketdi do'stlar. Gap yo'q. Hop, qazib olamiz. Ikkita temir bo'ladi. Xo'sh, unda tosh kavlashni boshlaymiz. Ozgina tosh kavladik. Xo'sh. Buni kavlaymiz. Bo'ladi, bizga 20 tasi yetib qoladi. Xo'sh, buni yoqib olamiz. Mana turib. Bo'ldi, yasimiz bo'ldi. Ketdik do'stlar. Bo'ldi. Endi esa bizlarga bo'ldi. Endi esa bizlarga ovqat kerak. Mana bu sigirlarni o'ldirib go'sht qilamiz. Mana bo'ldi. Ikkita go'sht tushdi. Voy, lava. Lavani oldida ehtiyot bo'lib o'tish kerak. Nezerga bir borib kelamizmi do'stlar? Lava. To'xtayman hozir bo'lmasa. Tepechga yasaymiz. Bo'ldi. Yarın esa bunga solamiz. Bo'ldi. Bu lavaga qaranglar. Voy. Amal. Mam o'tsan. Endi pakir yasaymiz biz. Endi bizga suv kerak. Sonra esa shu yerdan olamiz. Bo'ldi. Endi bizga blok kerak, bitta loy. Buni oldik, bo'ldi. Qaranglar do'stlar. Bu yerga buni qo'yamiz. Bo'ldi. Endi buni sindiramiz.
O'xshamadi-yu do'stlar. Tamam, boshqatdan qilamiz. Xo'p, loyni olamiz. Voy. Tushib ketdim. Och. Voy, qo'lim. Chiqsa narsalarni shu yerda yotadi. Qamayli, lavan oldidan ketamiz. Xo'p, narsalarni oling. Bo'ldimi? Boshqa narsalar yo'qmi? Qamayli. Xo'p, qo'yib bu yoqqa. Bo'ldi. Xo'sh. Narsalarni olamiz. Ketdik. Buni solamiz, buni ham solamiz, ketdik. Xo'sh, bizga endi qo'ylar va tovuqlar, sigirlar kerak. Bo'lmasa qornimiz och qoladi. Oppa! Bizga bugun mana kravatim bor ekan, ikkita jun bo'ldi. Bittasini ol desam bo'ldi. Sen bu yoqqa. Bo'ldi. Endi bunga biz kravat yasaymiz. Tovuq. KFC. Bu yoqqa. Bo'ldi. Ketdik. Voy, o'zi qornim och qoldi do'stlar. Normal joy topsak. Mana bu. O'rmonning ichidan chiqib kelamizmi do'stlar? O'rmonning ichidan. Yo'qki, qochma loy. Bo'ldi. Ketdik. O'rmonning ichidan kesib chiqamiz do'stlar. Normalroq joyga. Yurmay qoldi do'stlar. Suvga sakaymiz. Rasvoda ekan bu. Qamar. Ana yerlardan kesib chiqamiz, ketdik. Yugurdik. Sekirush kerak do'stlar. Yo'qsa qornimiz och qoladi. Bo'ldi. Sekinlashamiz. Ana do'stlar, normalroq joy topdik. Xo'sh, ketdik bu tarafga. Hamon. Mo'llim, sigirlarni o'ldiramiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Endi bizga pechkamizni olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Endi esa ovqatlarimizni pishirib olamiz. Endi daraxt kam ekan do'stlar. Daraxt olamiz. Bo'ldi. 24 ta daraxt bo'ladi. Bunga ozgina daraxt qo'shamiz. Qo'shlarni olamiz. Bo'ldi. Qani mening bo'shlarim. Bo'ldi. Qo'plarni yo'qotamiz. Bo'ldi. Tezroq. Bo'ldi. Xo'sh, bizga Vesta kerak bo'ladi. Bitta sahiya oldim. Kirka.
Voy do'stlar. Endi bizga qilich kerak bo'ladi. Do'stlar, ikkita vestaga sovurdim. Xo'p. O'qiydigan payt keldimi? Ha, bo'ldi. Birinchi kun tugadi do'stlar. Buni olamiz. Buni ichida yo'q. Buni o'zimiz bir olib ketsak ham bo'ladi. Buni yo'qotamiz. Buni ham yo'qotamiz. Buni ham. Go'sht tursin. Xo'sh. Buni ham olamiz. Oldu. Ketdik, yo'lni davom ettiramiz. Hop, ketdik. Xo'sh. Hamma kerak emas. Normalroq buyum bormi o'zi botda? Nuqul qanaqadir botqoqliklar. Ketdik. Yo'limizni davom ettiramiz. Ana ketdik tog'ning tepasiga. Va nihoyat. Ketdik. Sakraymiz. Oppa. Bo'ldi. Bu yerda g'ormas ekan. Xo'sh. Bizga qishloq kerak do'stlar, qishloq. Bu yer qanaqa to'y? Oppa! Mana do'stlar. Bizda ko'mir yo'q, lekin ko'mir bor. Ko'mir yo'qmi bu yerda? O'g'il olib keting hech bo'lmasa bu yerda. O'g'il yo'qmi? Ha, mana bor ekan. Temir ham bor ekan. Temirni ham обязательно olib qolamiz. Mana bo'ldi. Endi esa ko'mirlarni olib olamiz. O'g'illarni. Mana olib olamiz. Bo'ldi. Chiqamiz. Toshlarni ham olamiz. Toshlar ham kerak. Bo'ldi. Kelamiz. Bo'ldi. Endi bu yerdan chiqamiz. Xo'sh. Do'stlar, agarda sizlarga video yoqqan bo'lsa, obuna va like bosib qo'yinglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Уже videolarni sifatini oshirib, yaxshi kontentlar qo'yib boramiz. Hammaga xayr.